Namoz o'qiymiz, ammo namozimizda huzur yo'q. Ruhimiz yana tushkun. Hatto namozimizni tezroq tugatib oxirlashtirsak, bir yukdan ajragandek yengillab qolamiz. Agar shundoq bo'lsa, bizning namozimizda ig'ir masala bor deganlik. Chunki bizga namoz o'rgatgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mening huzurim, xushalliqim namozda deb o'rgatgan. Nima uchun biz u xushalliqni topolmaymiz? Chunki bizning namozimizda bir qancha masala bor. Men tuvanda o'zim sinab unumini ko'rgan namozdan huzur olmaslikning 4 hal qilish usulini so'zlab o'taman. Birinci usul namazda o'qiydigan oyatlarning, zikr, tasbihlarning va duolarning ma'nosini o'rganish. Ya'ni namazda nim deganligimizni bilish. Bilishimcha ko'p qism kishilar, balkim %98% kishilar namazda nim deganligini bilmay o'qiydi. Namoz o'qig'ili 40-50 yil bo'lgan kishilardan bir kunda necha qatim takrorlab o'qiydigan sur Fatihaning ma'nosini so'rasak, ko'p qism kishilar bilmasligi mumkin. Biz namazda nim deganligimizni bilmasak, u namozdan qanday huzur olamiz? Albatta huzur olib bo'lmaydi. Shuning uchun biz namozni tezroq tugatib, majburiyatimizni ado qilishni o'ylaymiz. Amaliyotda namozni tezroq tugatib oxirlashtirish deganlik Alloh bilan bo'lgan uchrashishimizni tez tugatish deganlik. Balkim ko'p qism kishilar namozning banda bilan Alloh o'tirisidagi uchrashish ekanligini bilmasligi mumkin. Amaliyotda namoz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek banda bilan Alloh o'tirisida ikkiga ayrilgan dialog shaklidagi ibodat. Shuning uchun namozda nim deganligimizni bilishimiz namozdagi huzurimizga bevosita ta'sir qiladi. Payg'ambar alayhissalom sizlarning biringlar namozda turgan vaqtida Robbiga iltijo qilayotgan bo'ladi. Falyalam ma yunaji robbah. Robbiga nim deb iltijo qilganligini, nim deb munojat qilganligini, nim deb xitob qilganligini bilsin deydi. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek namozda Allohga nim deganligimizni bilgan vaqtimizda namozdan hech qachon olmagan huzurni ilishga boshlaymiz. Masalan, biz namozga Allohu akbar deb kirgan vaqtimizda Alloh buyukdir. Alloh barliq qiyinchiliklarimizdan buyukdir. Alloh barliq zolimlardan buyukdir. Alloh bütün koinotlardan buyukdir deb dunyodagi bütün g'am, endişe ve qiyinchiliklarni keynimizga etib, büyük Allohga yuzlangan bo'lamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Bütün madhiyalar olamlarning Robbi, koinotning Robbi Allohga xosdir degan vaqtimizda Allah bizga javob qaytarib deydi-ki, Hamidani abdi, bendam menga madhiya o'qidi deydi. Biz Ar-Rahmanir Rahim, Alloh nihoyat shafqatlik va mehribondir degan vaqtimizda Alloh taolo bendam menga sana o'qidi deydi. Biz Maliki yawmiddin, Alloh qiyomat kunining, hisob kunining, jazo mukofot kunining egisi degan vaqtimizda Alloh taolo bendam meni ulug'ladi, bendam menga o'zini topshirdi deydi. Biz iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Biz sana ibodat qilamiz, sendan yordam talab qilamiz degan vaqtida Alloh taolo deydi-ki, men bilan bu bandam o'tirisida munosabat turg'izildi. Va li abdi ma sa'al. Bu bandam uchun tilgan narsa bor deydi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Ey Alloh, bizni sening g'azabingga uchirgan va ezib ketganlarning yo'liga emas, sen in'om qilgan, sen rozi bo'ladigan to'g'ri yo'lga boshlagan degan vaqtimizda Alloh taolo hada li abdi va li abdi ma sa'al. Bu bandam uchun, bu bandam tilgan narsaga erishadi deydi. Biz qiyomda turib oyatlarni o'qib bo'lgandan keyin rukuga boramiz. Ruku qandoqdir balni egishli bo'lmasdan yuqorida o'qigan oyatlarga, Allohning hukmiga, Allohning shariatiga, Allohning qonuniga bo'y egiman, bosh egiman deb Allohga bo'lgan bir butun taslimiyatni ifodalash. Sajdaga bosh qo'yishimiz bo'lsa, Allohning oldida o'zimizning tuproqdan kelgan xor, ojiz maxluq ekanligini ifoda qilish. Demak, namozda o'qilgan oyatlarning, zikr, tasbihlarning va duolarning, hatto harakatlarning o'ziga xos ma'nosi bor. Biz bu ma'nolarni bilib o'qigan vaqtimizda namoz bizning eng qimmatli ruhiy uzuqimizga aylanadi. Namozdan to'xtag'imiz kelmaydi. Sajdadan beshimizni ko'targimiz kelmaydi. Chunki bu eng buyuk, eng qudratli, biz eng yaxshi ko'radigan zot Alloh bilan bo'lgan uchrashishimiz. Bundaq ulug' muqaddas uchrashishni qandoqmi to'xtatqimiz kelsin? Biz yaxshi ko'radigan bir odam bilan uchrashgan vaqtimizda uningdan ayrilg'imiz, uning bilan paranglashdan to'xtag'imiz kelmaydi. Hatto uning bilan ayrilgandan keyinmi ko'nglimiz xushal, ruhimiz ko'tarangi bo'lib qoladi. Biz namozda nim deganligimizni bilib o'qigan vaqtimizda bunda xushallikdan necha xushallikni namozimizda topa olamiz. Shuning uchun namozimdan huzur olay, xushallik topay deydi ekanmiz. Bir hafta vaqtimizni chiqarib namozda o'qiydigan oyatlarning, zikr, tasbihlarning va duolarning ma'nosini o'rganaylik. Bu vaqtda biz namozdan haqiqiy huzur ola olamiz va o'zimizni kuchli his qilamiz. Chunki namoz eng kuchli zot bilan bo'lgan uchrashish. Masalan, siz davlat boshlig'i bilan bir qatim kurashsangiz, o'zingizni nihoyat kuchli his qilasiz. Amaliyotda siz namozingiz orqali eng buyuk, eng kuchli, qudratli zot bilan kunda 5 qatim uchrashasiz. Demak, siz namozingizni haqiqiy ma'nosi bilan o'qigan vaqtingizda dunyodagi eng kuchli insonga aylanasiz. Shuning uchun
Alloh taolo bizni qiyinchiliklarga, ig'ir kunlarga duch kelgan vaqtimizda namoz o'qish orqali yordam talab qilishga buyuradi. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey mu'minlar, sabr bilan va namoz o'qish orqali yordam talab qilinglar deydi. Agar biz namozda nim deganligimizni bilmasak, qanday yordam talab qilamiz? Ikkinchi usul o'zimizni gunohdan, ko'zimizni haromdan saqlaymiz. Eg'izi kasal bir odam yegan narsaning huzurini ta'min etiy olamdi. Masalan, eg'izi jarohatlangan bir odam yegan ichgan narsaning ta'minini etiy olamdi? Albatta etolmaydi. Shuningga o'xshash ruhiy kasal odam ruhining uzuqi bo'lgan namozning huzurini ta'min etiy olmaydi. Shuning uchun namozning huzurini tetish uchun ruhini saqaytish kerak. Ruhini saqaytish uchun o'zini gunohdan va ko'zini haromdan saqlash kerak. Eng muhimi ko'zini haromdan saqlash kerak. Chunki ko'z ruhning dunyoga ochilgan darajasi. Ruhga tegadigan kasallarning ko'pinchisi ko'z orqali tegadi. Uchinchi usul, har o'qigan namozingizni hayotingizning eng oxirgi namoz deb o'ylang. Chunki siz qaysi namozingizning oxirgi namoz bo'lganligingizni bilmaysiz. Har namoz sizning oxirgi namozingiz bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun siz o'qimoqchi bo'lgan har namozingizni balkim shu mening eng oxirgi namozim deb o'qing. Shunda qilgan vaqtingizda siz namozni eng mukammal shaklda ado qilasiz. Mukammal shaklda ado qilgan vaqtingizda siz namozdan huzur olasiz. Payg'ambar alayhissalom hadisda uzkuril mauta fi salatik. Sen namozingda o'limni asla. Shunda qilsang namozni eng mukammal shaklda ado qilishga tirishsan deydi. To'rtinchi usul, namozdagi harakatlaringizni osilting. Masalan, Allohu akbarga vaqtingizda ma'qul shaklda emas, asta, temkinlik bilan, salmoqli qiling. Chunki odam oldirab yegan tomoqining ta'minini tetiy olmaganga o'xshash ruhiga yeydigan bu namozning iborat uzuqning ta'minini oldirab yetti qilgan vaqtida tetiy olmaydi. Bu 4 usul biz tirishsaqla har vaqt qila oladigan usullar. Bundan boshqa bizning namozimizdan huzur olishga yordamchi rol o'ynaydigan bir qancha usullar bor. Masalan, namoz o'qigan vaqtimizda maxsus kiyim tayyorlab, shu kiyim bilan o'qish, namoz o'qiydigan maxsus o'rin tayyorlash, varang-churong g'alli hududdan yiroq holatda namoz o'qish deganga o'xshagan. Bu usullarni qo'shimcha shaklda tavsiya qilaman. Ammo siz namozdan huzur ololmadim, men gunohkor o'xshayman, mening namozim qabul bo'lmaydigan o'xshaydi deb zinhar namozni tashlamang. Chunki tomoqning ta'minini tetganmasingizmi, huzur ololmasingizmi, o'lmasligingiz uchun tomoq yeganga o'xshash jannatga kirishingiz uchun, do'zax azobidan saqlanishingiz uchun namozni qat'iy tashlamang. Namozning birinchi sharti bo'lgan tahorat gunohlaringizni yuyadi. Payg'ambar alayhissalom hadisda musulmon namoz o'qish uchun tahorat elib yuzini yuvgan vaqtida yuzidan oqqan suv bilan toki oxirgi tomchisi tushguncha ko'zi bilan ishlagan gunohi yuyiladi. Qo'lni yuvgan vaqtida oxirgi tomchisi tushguncha qo'li bilan ishlagan gunohi yuyiladi. Putni yuvgan vaqtida putdan oqqan suvning oxirgi tomchisigacha put bilan ishlagan gunohi yuyiladi. Hatto tahoratni to'liq bo'lguncha u gunohdan pok holatda chiqadi degan. Demak, siz namozni tashlamay, tahoratni komil elib davom qilgan vaqtingizda sizning gunohingiz yuyiladi. Gunohingiz yuyilgan vaqtida sizning ruhingiz poklanadi. Ruhingiz poklangan vaqtida siz namozdan huzur olishga boshlaysiz.